Joriy yilning 16-17 may kunlari Milliy kinologiya markazida xalqaro zotdor itlar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Qiziqarli jarayonlarga boy bo'lgan tadbirda ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Jarayonlarni bevosita kuzatgan hamkasbimiz Mo'tabar Nurmuhammedova batafsil xabar qiladi. Ko'rgazmada eng ko'p e'tibor tortgan itlardan biri oppoq Erxan laqabli alabay zotli it bo'ldi. Bugungi kunda zotdor itlar bilan shug'ullanish ko'pchilik uchun shunchaki hobbi emas, ayniqsa ularni parvarishlab, har bir harakatiga e'tibor qaratadigan ixlosmandlar soni ortib bormoqda. Kunining asosiy qismini Erxanga bag'ishlaydigan suhbatdoshim so'zimga misol. Boshqa itlarga qaraganda ko'ra bu выставkaga ham borsangiz bo'ladi, uyi ham qo'yqiladi, hech kim kirolmaydi bizning uyga. Dorilarni berishimiz kerak. Prosta ovqat berib qo'ysangiz bo'lmaydi bularga. Qiyinroq salib boqish, to'g'risini aytsam. 7 oylik Erxan Sitoraga ko'plab muvaffaqiyatlar olib kelgan. Uni ko'rgazmalarda mashhur qilgan va g'oliblik olib bergan. Men ular bilan o'sha Qozog'istonga ham chiqib bo'lganman. Mana bu bilan ham kuzda polniy Qozog'iston, Qirg'iziston выставkalariga boramiz. Xuddi boshqa выставka bo'ladi u yerda ham. Tishlari mana tekis, oppoq bo'lishi kerak, sinmagan bo'lishi kerak. Buni tushunimi? Polniy yuvaman. Bojxona qo'mitasi Milliy kinologiya markazida o'tgan xalqaro zotdor itlar ko'rgazmasida respublikadagi itchilik klublari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tegishli qariyb 150 bosh zotdor it ishtirok etdi. Nemetskiy ovcharka, laqabi Grom, o'zimiz bilan birga yelkama-yelka xizmat qiladigan itimiz. Juda kelishgan deyapti. Gavda tuzishlari, oyoqlari, quloqlari hammasi kelishganligi uchun o'sha hozir ko'ramiz endi. Ko'rgazmada itlarning jismoniy holati va zot sifati xalqaro toifadagi Milliy kinologiya markazi tarkibidagi xizmat itlari ham ko'rgazmaning asosiy ishtirokchilari qatorida bo'ldi. Yaxshi itlardan o'zing jangaga anatomiya jag'idan itning suyuq qurilisi, jun qurilisi, tisining o'rnida bo'luvi, qulog'i durust turuvi, ikki o'ng barlig'i jumusqa ta'sir etadi. Sababi it degan yaxshi tistiy uchun, yaxshi istav uchun tisining o'rni barlig'i o'rnida bo'luvi kerak. Tisi durust bo'lmasa, u durust tistiy olmaydi. Suyuq qurilisi durust bo'lmasa, u durust qiymilday olmaydi, tez charchab qoladi. Sol sababdan suyuq qurilisida durust bo'lishi kerak. Tomoshabinlar qidiruv, himoya va buyruqlarni bajarish bo'yicha mashqlarni zavq bilan kuzatdi. Xizmat iti bo'ladimi yoki oddiy uy iti bo'ladimi, bu odam uchun, insoniyat uchun yuqori o'ringa ega hisoblanadi. Xizmatda ishlatiladigan itlar ham davlatimizning xavfsizligini ta'minlashda ham yuqori o'ringa ega bo'lganligi sababli huquqni muhofaza qiladigan organlarda ham kinologiya sohalari mavjud. Misol uchun bir xil fuqarolar keladi, ular it bilan tanishmoqchi, qanaqa itni olsak bo'ladi, bolalar uchun ziyon keltirmasligi uchun, uyda saqlash va uni parvarish qilish uchun oson bo'lishi, qanaqa itni olsak bo'ladi deyshadi. Unda biz bemalol ularga maslahat beramiz. Shuningdek, jonivorlarni sevuvchilar ham o'zining zotdor itlari bilan keldi. Tashkilotchilarning aytishicha, bunday ko'rgazmalar aholi orasida mas'uliyatli parvarish madaniyatini ommalashtirishga xizmat qiladi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Husan Jumanazarov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.